Hozirgi kunda bizning xalqimiz nima bilan ovora bo'layotganini ko'rmoqchi bo'lsanglar, o'sha yo'llardan ketyapti. Bir imoratlarga qarab qo'yinglar. Banisa, oshxona, banisa, oshxona, banisa hammasini orasida apteka bor. Ovqat, kasallik, dori. Bizning xalqimizning ummati Muhammadiyani hozirgi kunda mana shu O'rta Osiyo xalqlarini kim va nima holatga kelganligini, qanday holatga kelganini bilmoqchi bo'lsangiz, YouTube'ga kiringlar. Ikkita masxaravozni qo'yib qo'ygan videosi millionlagan prosmotr yig'yapti. Bir oyga yetmasdan haqni bayon qiladigan ustozlar, Allohni tanitadigan, payg'ambarga muhabbatni uyg'otadigan ma'ruzalar qilgan ustozlarning ma'ruzalari 50 ming ham prosmotr yig'olmayapti. Falon jamoatni konserti bor, bir haftada 7 million prosmotr. Ummatning ahvoli qanaqa ekanligini bilmoqchimisizlar? Ummatning ahvoli shunaqa. Bu nima degani? Biz qayoqqa qarab ketayotganimizni ko'rsatyapti degani.